10 million so'mga tayyor bo'lgan yozgi oshxonamizga bitta baho berasizlar. Usta akamiz chiroyli qilib 7 metr joyga tayyorlab berganlar. Bir dona tandir, 60 litrli o'choq, 30 litrligidan ham qilib berilgan ikkita. Xo'p, bu tomonda gazga moslab berilgan bitta mangali ham bor. Undan tashqari rabochiy stol. Pishig'ichdan qilingan, tashqari tomoni fasadi granitdan qilib berilgan. Mo'yshi yuvib ishlataverasizlar. Keyin issiqni ham o'tkazmaydi, tutun tortishlarini ham sinovdan o'tkazib chiroyli holatda qilib beriladi. Xo'p, shu ko'rib turgan joylaringga 10 millionlik mahsulot ketgan. Undan tashqari usta haqqi bilan 20 millionga tayyor bo'lgan. Usta haqqi ham 10 million ketgan. 6 kundan beri tinmay ishlayapmiz deyaptilar. Tandirlarga ham baho berasizlar. Tandir yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham umuman suv o'tmaydi, tepalarga ham tosh yopishtirilgan. Pastlarga o'tin qo'ysalaring bo'ladi. Mana cho'yanlarni ham, qozonlarni ham hamma yo'q ichida usta akamiz olib kelib berganlar. Общий Ravshanbek dollarga hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 ming dollarga shu tayyor bo'lgan deyaptilar. Bittadan like bosinglar, sizlar uchun ataylab sheki kelib video qildim mehnat qadrlash uchun. Albatta bittadan like, yaxshi kommentariya kutib qolamiz.